Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? WhatsApp hammaga mazgili. Sizlar Gambit YouTube akkauntidasizlar. Agar orqamdagi yozuvni o'qigan bo'lsanglar, bugun sizlarga 3 ta fokus sirini o'rgataman maktab uchun. Bu degani sizlar 3 ta fokus siri maktab uchun. Bu degani o'quv qurollari bilan fokus sekretini o'rgataman va sizlar maktab boshlanishiga ham ozgina qolgan. Maktab boshlangandan keyin sinfdoshinglarni bemalol hayron qoldirsanglar bo'ladi bu fokuslar bilan. Hammasi o'ylangan. 18 bo'lsa, 18 bugun 19 bo'lsa, 11 15 kun bor hali maktab boshlanishiga. 15 kun ichida bu fokuslarni sizlar bemalol o'rganib olib, keyin sinfdoshinglarni bemalol Gambitga o'xshab hayron qoldirsanglar bo'ladi. Sizlar legendasizlar. Hammasi o'ylangan, ishoninglar. Da этого sizlarga bitta zadaniya bor. Подписка bosasizlar. 100 mingta bo'lishimiz kerak. Men ham knopka olgim kelyapti. Montajyor chiqarib qo'yasiz. Like. Shunda like-ga spachkani bitta berasizlar-da, videoni davomini ko'rasizlar, oxirigacha ko'rsanglar, 3 ta fokusni sirrini o'rganib olasizlar va nafaqat maktab, любой odamni hayron qoldiraverasizlar. Sizlar mazgisizlar. Men Gambitman. Pagani. Birinchi fokusni demonstratsiyasini ko'rsataman, undan keyin sekretini bor yo'g'i bitta dona ruchkani olib olasizlar. Birinchi fokusga boshqa hech narsa kerak emas. Ruchkani ko'rsatasizlar va ruchkani chap qo'lga olasizlar. Olganinglardan keyin ruchka каким-то образом yo'qoladi. Agar ruchkani paydo qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, havodan oppa qilib olasizlar nimanidir ruchka havodan paydo bo'ladi. Da bu fokusni agar sinfdoshinglarga ko'rsatsangiz, men o'tdim bu dunyoda yashash hojati yo'q ekan deyaveradi. Ana endi fokusni sekretini ko'rsataman. Bu fokus uchun bor yo'g'i bitta dona ruchka kerak bo'ladi. Yengi uzun. Menimcha maktab formalarida hammaning yengi uzun bo'lsa kerak. Yengi uzun kiyimlarni shu tumachasini taqib olasizlar. Meni tumacham tushib qolgani uchun nevizimga taqib oldim. Bo't yopishib turibdi. Ochib turishi kerak. Ruchkani endi o'zingizlarda bo'lmasa, qizlarga akalarga turib iltimos qilib olasizlar yoki bolalarni urib olasizlar, bilmayman, bitta ruchkani olasizlar. Fokus ko'rsataman desanglar, любой odam ruchka beradi. Endi maktabda ruchka topilmasa uyat. E'tibor bilan qaranglar. Ruchkani ko'rsatayotganda mana bunday qilib effektni ko'rsatishinglar kerak. Shu qo'linglar qancha ko'p qimillasa, shuncha odam e'tibor chalg'iydi, chiroyli ko'rinadi. Ruchkani ko'rsatasizlar, bu fokus qilayotganda agar o'naqay bo'lsanglar, o'ng qo'l bilan ushlaysizlar ruchkani. Agar chapaqay bo'lsanglar, chap qo'l bilan. Ikkita qo'l bilan ushlab turibsizlar, texnikani aytaman sizlarga. Men o'naqayman, o'ng qo'l bilan ko'rsataman. Ruchkani ko'rsatasizlarda, ko'rsatayotgan paytda ruchkani chap qo'lga olaman deysizlar. Agar o'naqay bo'lsanglar, o'ng qo'l bilan ushlab turib, chap qo'lga olaman deysizlar. Agar chapaqay bo'lsanglar, chap qo'l bilan ushlab turib, o'ng qo'limga olaman deysizlar. Xo'p, ruchkani olayotgan paytda bitta texnika ketadi. Bu qo'l bilan ruchkani yopasizlar. Bundoq qilib yopiladi. Yopilganda texnika qo'lsiz ruchkani bunday qilib pastga tushirib olasizlar, bunday qilib. Ikkita ko'rsatkich boshmaldoq bilan ruchkani ushlaysizlar-da, o'rta barmoq bilan tortasizlar. Mana shunday qilib. Qo'lni chap qo'l bilan bekitgan paytda tortasizlar, как будто qo'lingizda ruchka bor, na samом деле bu ruchka yo'q. Ruchka ham turgan bo'ladi. Qo'linglarni pastga tushirgan paytda ruchkani yenginglarga itarib olasizlar. Boshmaldoq bilan просто bundoq qilsanglar kirib ketadi o'zi. Qilib itarib olasizlar, короче. Chap qo'lga oldinglar kirib ketdi mana. Yengicha kiradi. Kirgandan keyin hali ham ruchka bor deb boshmaldog'inglarni ushlab turasizlar. Undan keyin bitta effektni движение, как ruchka yo'qoldi. Ruchkani paydo qilish kerak bo'lgan bo'lsa, havodan narsa otgan paytda havodan narsa olasizlar-da, yenginglarni pastga tushirgan paytingizda ruchkani o'zi tushadi pastga. Pastga qo'lingizdan tushirsangiz ruchka tushadi. Ana o'sha paytda shunday qilib chiqarib olasiz. Ruchka kirdi, ichkariga kirdi, kirgizganingizdan keyin tushirdinglar. Tushirganingizdan keyin mana shunday qilib ko'rsatasizlar. Endi demonstratsiyasini tez qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqa ko'rinadi. Ruchkani chap qo'lga olasizlar, ruchka yo'qoladi va havodan oppa, ruchka hali ham bitta, oppa paydo bo'ldi. Shu, hammasi oddiy. Endi ikkinchi fokus. Endi ikkinchi fokus demonstratsiyasini ko'rsataman. Bor yo'g'i bitta bor va ruchka kerak bo'ladi. Diqqat. Like bosmagansan-da. Bilmayman-da mazgi.
Podpiskani gapirmasa ham bo'ladi. Qiyinmi mana podpiska bosasan? Biz 100 mingta bo'lamiz. Like bosib qo'ysang, yana ham ko'proq odam ko'radi. Bu menga sizlarni podpishkanglar. Mani ko'tarilishim uchun bor yo'g'i ikkita klik, men sekin-sekin ko'tarilib boraveraman. Sizlarga bundan ham ko'proq fokuslar sekretini ko'rsataman. Ana endi fokusni demonstratsiyasiga o'tamiz. Diqqat bilan ko'ringlar. Bor va ruchka. 1, 2, 3. Bor yo'qoladi. Qayerga desanglar, ruchkani qopqog'iga. Qanaqa sig'di deb o'ylashinglar mumkin. Bolalar, bu shunaqa sig'ib ketadigan bor. Ana endi ikkinchi marta sekin qilaman. Ruchkani ana endi ikkinchi marta qilaman. Diqqat bilan ko'rib turasizlar. 1, 2, 3. Oy. Oy. Oy, oy, oy. Oy. Da, qulog'imda ruchka bor yo'qolmadi. Bu chalg'ituvchi manyor edi. Double kill deyiladi. Ya'ni tirs-tirs 2 marta to'ldirib qo'yadi. Mana shunaqa fokus hisoblanadi bu. Endi fokusni qara. Agar ilib olsam like qilasizlar. Maras, boss. Hop, bolalar. Bor yo'g'i bitta bor va ruchkani olasizlar, fokus sekretiga tayyorsizlar, bilaman. Diqqat bilan ko'ringlar. Borni chap qo'lingizga qo'yasizlar, o'ng qo'lingizga ruchka. 1, 2, 3 deb sanayotgan paytingizda otib ilib olasizlar, o'ng qo'lingizlar bilan. Qatta desa ruchkani qopqog'ida, ruchkani qopqog'ini silkitayotgan paytingizda o'ng qo'lingizlar bilan tashlab olasizlar. Как будто bu effekt beradi. Ruchkani qopqog'idan chiqib kelganda, qopqoq bam. Ikkinchi marta ko'rsataman deysizlar. Уже odamning vnimaniyasi bor yo'qolishda bo'ladi. Oddiy bo'lsa ham sizlar bor yo'qotdinglar. Ana endi ikkinchi marta ko'rsataman deysizlar. Birinchisida bundoq yo'qotgan bo'lsanglar, уже bor yo'qoldi. Odamning vnimaniyasi borda, hozir yana bor yo'qoladi. Voy deb siqilib turgan paytda sizlar unga pismig'ona yo'l qilasizlar. Mana bor turibdi. 1, 2 hammaning vnimaniyasi mana shu ladoshkalarda borda. 1, 2, 3 deb sanayotgan paytingizda 3-marta ruchkani ko'tarasizlar. Ana o'shanda qulog'iga mana shunday qilib tiqib olasizlar-da. 3 deb tushirasizlar qo'linglarni. Va qo'lingizda ruchka yo'q. Odamning miyasida apokalipsis boshlanadi. Qaqqa ketdi ruchkada. Ana o'sha paytda sal mundoq turib qilsanglar bu fokusni, keyin bundoq qaraysizlar, bo'ldi odam tugaydi o'zi. Qanaqa qilib chiqib qoldi ruchkadan. Da, buni balkim kamerada sizlarga full ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Agar individual odam bilan prямо taxtaga o'xshab emasda, tez-tez gapirib, texnikalarni ko'rsatib qiladigan bo'lsanglar, bu juda ham effektli fokus. Bitta narsani eslab qolinglar. Fokusni oson qiyini yo'q, faqatgina insonga yetkazib berish bor. Agar tajribalarni shunchalik ko'p ko'tarsanglar, mana shu oddiy fokuslar bilan ham odamni bemalol hayron qoldirsanglar bo'ladi. Endi 3-fokus. 3-fokus demonstratsiyasiga bor yo'g'i bitta dona qalam kerak bo'ladi. Diqqat bilan qarab turasizlar. Wow. Это effektni. Buni ko'rgan odam nahorga Короче, gap topolmadim. Kommentga bitta niyaga silmayapti gap yozib qo'yinglar, bilmadim. Ana endi fokus sekretiga o'tamiz. Paginali. 3-fokus ko'rsatganimda menga bitta qalam kerak bo'ladi deb sizlarni aldadim. Menga endi ruchka ham kerak bo'ladi. Faqat buni zritelga aytmaysizlar hech narsani. Nima bo'lishini aytmaysizlar umuman. To'pa ruchkani bekitib olinglar, qalamni ko'rsatinglar. Qalamni ko'rsatasizlar. Boya esinglarda bo'lsa, ruchkani olib itarib yuborgan fokusimiz bor edi. Birinchi fokus. Agar o'rganmagan bo'lsa texnikasini boshiga qaytinglar videoni, o'rganib olinglar. Ruchkani ushaysizlarda ikkita barmog'inglar bilan, ko'rsatish bosh maldoq bilan. Mana shu o'rta barmog'inglar bilan tortasizlar. Tortgan paytinglarda qo'l bilan ham bekitishingiz kerak bunday qilib. Tez qilsanglar bu effekt beradi. Вот. Xuddi shu texnikani chap qo'l bilan ham qilasizlar. Вот. Bosh maldoq, ko'rsatish barmoq bilan ushladinglar, o'rta barmoq bilan oppa tortasizlar. Agar tez qiladigan bo'lsanglar, mana qo'l bilan ham bekitishingiz kerak pastga. Ko'rsatish barmoq shunda mana buni yopadi. Pau. Shunaqa. Endi shuni teskarisini qilasizlar. Qalamni ko'rsatasizlar zritelga. Zritel ko'ryapti. Na samom деле bu ruchka bekitib olganinglarni odamlar bilmaydi, aytmaysizlar. Ruchka turibdi. Ruchkani ko'rsatasizlar. Bu qalam-ku bu. Bu qalam-ku. Qalamni ko'rsatasizlar. Qalamni otgan paytinglarda ruchkani chiqarasizlar.
Bu chiqarish texnikasi qanaqa bo'ladi? Ruchka mana hamda turgan paytda ko'rsatishni boshmoqlar bilan ushlab turibsizlar, ikkita barmoq bilan. Mana bu ikkita barmog'inglar bilan tepaga ko'tarasizlar. Boshidan ko'rsataman. Qalam, ovoz sili, boyagi texnikani chap qo'lda, ikkinchi texnikani o'ng qo'lda qilasizlar. 1, 2, pow. Bekitadigan bo'lsanglar, u ko'rinmaydi. Mana shunday qilib ko'rsatasizlar. Faqat yaxshilab trenirovka qilinglar. Bu rakurs bilan ko'rsatiladigan fokus, rakurs haqida hozir gapirib o'tib ketaman sizlarga. Давайте. Ikki og'iz leksiya. Rakurs bu kameraning rakursi emas. Fokus ko'rsatayotganda ham o'zining rakurslari bo'ladi. Например, faqat to'g'ri bilan ko'rsatiladigan rakurs. Faqat yon bilan ko'rsatiladigan fokuslar bor, yon taraf bilan. Tushunasizlarmi? 360 gradusda ko'rsatiladigan fokuslar bor. Shunaqa fokuslar bor. Orqa tarafda turgan odam fokusingizni qarab tursa, sirini ko'rib qolishi mumkin. To'g'ridan ko'rgan odamga faqatgina sirisiz ko'rinadi, как fokus bo'lib ko'rinadi. Orqa tarafda, yon tarafda ko'rgan odamlarga sekreti ko'rinib qolishi mumkin. Mana shu fokuslarning ham rakursi bor, faqatgina odam to'g'ridan ko'rish kerak bu fokuslarni. Например, mana ham turibdi, ruchkaga aylanib qoldi, например. Agar buni mana bu rakursdan ko'rsatadigan bo'lsanglar, fokusi ko'rinib qoladi. Так что fokus ko'rsatayotganda rakurslariga e'tibor beringlar. To'g'ri turibsizlar, to'g'riladagi odam qalamni ko'rsatasizlar и pau, ruchkaga aylanib qo'yapti. Rakursiga vнимательно bo'lsanglar, fokusi sekreti ham ochilib qolmaydi. Maktab qurollari bilan qilsa bo'ladigan 3 ta fokusni men sizlarga ko'rsatdim. Bolalar, endi o'rganish, uni effektni ko'rsatish, fokus xarakterini olish sizlarga bog'liq. Iltimos 10 marta, 20 marta, 100 marta trenirovka qilib keyin ko'rsatinglar odamlarga. Bo'lmasa, sekretinglarni ochib qo'yasizlar, o'zingizlar ham sharmanda bo'lasizlar. Что за фигня, что ты мне показываешь? Давай, иди вали отсюда deydi sizlarga. Ket bu yerdan devoradi, bo'ldi. Shu bilan uyat sharmanda bo'ladi. Так что yaxshilab o'rganib keyin ko'rsatasizlar. Ikkinchi zadaniya подписка bilan like bosasizlar. Ekranda turibdi. Power etib подписка bosdinglar и like bosasizlar. И biz 100 mingta bo'lganimizdan keyin knopkani olib, uyimda maza qilib, yastig'imni tagiga qo'yib uxlayman men. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat. Qaysi fokuslarning sekretini o'rganmoqchisizlar? Ana o'shani kommentariyada yoki Telegram kanalimning silkasi pastda bor. Ana o'sha kanalga yoki Instagram directiga videosini tashlab, mana shu fokusni o'rganmoqchiman desanglar, ana o'sha fokusni men sekretini sizlar uchun o'rgataman. Так что pastdagi kanallarga ham obuna bo'lib qo'yamiz. Bu meni Telegramim hamda Instagramim. Bolalar, sizlarga kattakon rahmat videoni shu joygacha ko'rganinglarga. Nima buni kirg'izib chiqarib yotdim men. Pagina.